Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ustalar, o'z kanalining hurmatli obunachilari. 2026-yilda imoratingiz fundament qismi yoki noldan uy qurmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz, taklif bildiramiz. Sababi biz hozir noldan uy qiladigan ustalar topib qo'yganmiz hamda mana bunday apalavkalar, yangi apalavkalar, yangi mikserlari o'zlaridan hattoki fundamentdan tashqari g'ish uradigan, suvoq qiladigan, tomini ham yopadigan, mana shunday qilib tomini yopadigan ustalar topib qo'yganmiz. Do'stlar, bittadan like bossalaring, narx-navolarini, ma'lumotini berib o'tamiz. To'liq ma'lumotni o'sha brigadirimiz, ya'ni ishchi kuchlarni kattasi boshlig'i usta akamiz, Sardor akamizdan bilamiz. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz? Boshlagan ishlaringizni Alloh xayrli qilsin. Amin aka. Birinchi o'rinda manzilni eslataylik obunachilarimizga. Andijon Asaka Axtachidamiz aka. Axtachidamiz. Xudo xolasa, fundament quyadigan ustalarga endi nima deymiz? Ozgina yoqmaydigan xabar bo'lishi mumkin. Sababi 8 xona, 10 xona uyni fundamentini 15 kunda kuysa, siz o'zi teng yarimi. 10 kunda kuyadiganni 5 kunda kuyib ko'rasiz. Mana shu 5 xona fundamentni necha kunda bo'limda dedingiz? 3 kunda quydi aka. Seryozni. 3 kunda quydi. Mana buni joyimizcha hozir. Bu joyimizni kecha lentasini quyganmiz, bu mana anaqasini tepasi lentasini. Kabel anaqasini quyganmiz, padushkasini yerdan lentasini aylantiryapmiz xohlasa. Tushunadi. Voy maşallah. Apalavkalarimiz yetadi. Apalavkalar ham eng oxirgi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan apalavkalar. Xolasa turgizib, xolasa yotkizib tiksa bo'ladi. Xolasa ham ustun tiksa bo'ladigan apalavkalarni. Necha metr apalavkangiz bor endi, misol o'sha uzunligi? Xudo xolasa 10 kunlik ishda bir haftada, 10 kunlik ishda 5 kunlik bo'laveradi. A'loda. Shundan ko'ra ancha tezroq bo'ladi. Mana shu videoga olaylik. Voy masalloh. Qaranglar do'stlar, qadrdonlar. Torting onam. Brigada nechta odam bor ustaga? 7 ta odam bor aka. 7 ta. Keyin qarang, sizga qo'ng'iroq qilib, vodiydanmi, vohadanmi desa, ochirib bor demaysizmi? Yo'q, xudo xolasa brigada ko'p, 4 ta brigada bor aka. Aha. Hammasini ishini bitkazib beramiz. Nechta brigadangiz bor, Sardor aka? 4 ta aka. 4 ta brigada bor. Bundan tashqari qarang, Sardor aka. Fundamentdan tashqari g'ish urish. Mana orqasidagi g'ishni ham o'zingiz uraverasiz. Noldan tomgacha aka, bino, dom bo'lsa dom ham quramiz. G'ishni necha pul uryapsiz, Sardor aka? Birinchi etajga 600 so'm uryapmiz. Birinchi etajga 600 so'm. Birinchi etajga 600 so'm. Zo'r. Ikkinchi etaj bo'lsa? Ikkinchi etaj narxi o'zgaradi. Osanaqa joyiga qarab kelishamiz aka. Hozir mana shunaqa paltarashga g'ishimiz necha pul? Mana shu g'ish 800 so'mdan uryapmiz aka donasini. 800 so'm. Yashang, Alloh rozi bo'lsin. Bundan tashqari suvoq. Suvog'imizni bir kvadrat necha pul? 30 ming so'mdan boshlanadi. Bu yoqqa qo'shilaveradi. Padreyasiga qarab. A'lolar. 30 ming so'mdan boshlanadi. Yana qanday? Shipir qoqishlarimiz ustaga? Shipir qoqishlarimiz 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan boshlanadi. Xolasa tunikafon, xolasa profmasil, xolasa shifr. A'lolar. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni 0dan korobkagacha qilib beramiz. Holatini qilib beramiz. Suvoq, steyashka, 0dan beton g'isha, tomi hammasiga. Katta ob'yomda ham ish qilinaveradi. Ha, A'lolar. Alloh rozi bo'lsin. Manzilimiz Farg'ona, Minbar o'zi Andijonda Asakasidan bo'ladi do'stlar, qadrdonlar. Qayerlargacha xizmat ko'rsataverasiz? Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol xizmat ko'rsatasiz. Vodiy. Toshkentlarga, boshqa joylarga. Qarang, bizning obunachilarimiz ko'proq vohalilar. Vohalilar xafa bo'lib qolmasin. Vohaga ham qilaylik mana shunday ishlar. Qachongacha haligi taxtadan apalavka qilib fundament qo'yishadi. Nima dedingiz aka? Misol 5 xona uyda apalavka, taxtadan apalavka qilib taxtaga pul ketadi. Undan tashqari ustalar alohida bo'ladi. Ki 15 kun 20 kun o'tib ketadi. Sizda mana 5 xona uy 3 kunda bo'libdi. Hamma instrument o'zingizdan. Shu dastavkasiga ozgina qo'shilib qolsin-da, vohaga ham borib qilib beravering aka. Yo'l kirasi 50 kelib bo'ladi. Borishimizni, yo'l kirasini beradi, kelishimiz o'zimizdan bo'ladi. Zo'r. A'lo darajada. Vohalarga ham xudo xolasa ketdi. Albatta, xudo xolasa. Yasha. Endi narx-navosi necha pul bo'lyapti degan akalarimizga narxini necha pul qo'yamiz? Endi xalqimiz maza qiladigan darajada bo'lsin. Shu ustalarni ishlatib, ham pulimdan baraka topdim, ham vaqtimdan baraka topdim. Otasiga rahmat deydigan darajada bo'lsin. Ustaga shu darajaga olib chiqyapmiz inshaalloh. 1 metr bo'yi, endi uzunligi 1 metr, bo'yi 1 metr, endi 40 sm bo'lsa, 140 ming so'm, 150 ming so'm qo'yyapmiz aka. Aha, tushunadi. Ya'ni oddiy aholida 50 ga 40 emas, 50 ming so'm. Deyarli bir xil ekanda. Bir xil, xudo xolasa. Ular 45 ming kuyyapti, ya'ni 95 ming bo'lib qolyapti. 3tasi 135 ming bo'lib qolyapti, sizda 140, 150. Zo'r.
Hamma instrument Hamma o'zingizdan. o'zimizdan bo'ladi-da. Hatto men texnikamga sallarga olib ber, bizni olib ber deyilmaydi. Yo'q, o'zimdan. Mana haqiqiy ochiq oydin gaplashib olyapman. Do'stlar, sizlarga kerak bo'lsa tayyor osh pishirib beryapman, dogovor qilib beryapman. Faqat hisobga olib qo'yaverasam, 8 xona uymi yoki 10 xona uy bo'lsa ham 4 kun 5 kunda hal. 10 xona uy, ha? Zo'r. Armatura to'qishlari ham ichidami endi aka? Yo'q, armatura to'qishlari addenni bo'ladi. 15 mingdan 40 minggacha bo'ladi aka. Mana shu yerga jami necha xona uy qilinyapti hozir? 8 xona uy tushyapti, 8 xona. 8 xona uyga necha pul rasxod ketyapti usta aka? Endi obunachilarimiz vaqt hisob kitob qiladi. 8 xona uyga o'rtacha 120 kuba beton ketyapti, 130 kuba shuni atrofida ketadi. Aha. Endi taxminga yaqinroq. Necha pulga bityapti endi usta haqqi? Usta haqqini o'zi bir 60 million, 55 million. 55 million. Mana zo'r. 8 xona. Endi 8 xona deganda ham qadrdonlar bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana bu fundamentimiz bor-ku. 1 metr bo'yi. 1 metr. Ya'ni bir apalavka emas, 60 sm emas. Yo'q. 2 barobar ko'p. Mana bu joyimiz bo'lsa podval bo'ladi. Balandligi 220 mi podvalimiz? Zo'r mana. Zo'r. Pastni istashga qilib qo'ysa, bemalol odam xolasa zal qilib oladi, trenajyor zal, xolasa skalat qilib oladi, xolasa yashasa ham bo'ladigan variant qilib qo'yiladi. To'g'rimi? A'lo darajada. 8 xona. Aslida misol nima deydi, oldi qishloqchasiga qilib kuyadigan bo'lsa ham, mana imoratga, to'g'rida qo'shni imoratiga o'xshatib kuyadigan bo'lsa, bu 8 xonaga ketib turgan rasxod 16 xona bo'lib ketishi kerak. To'g'risi ham misol podvali yo'q bo'lsa, fundamenti balandligi 1 metr bo'lmaydigan bo'lsa, padushkasini ko'ryapsiz. Padushkasini hozir necha kuyganmizdik? 60 ga 40 kuygan. 60 ga 40. O'zi aslida 60 ga 30 kuyshyapti boshqa ustalar. 60 ga 40 kuyganmiz. Zo'r, a'lo darajada. Xullas, nima deymiz endi? Yana qanday ma'lumotlar qolib ketdi, Sardor aka? G'ishtni narxini aytdik, 600 so'm, 800 so'm dedik. Suvoq 30 ming so'mdan boshlanadi dedik. Fundamentimiz 1 metri 140 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni balandligi 1 metr. Balandligini misol 60 qilib bering desa ham qilib beraverasiz. Ha, qilib bera olamiz. Misol, bo'pti. Necha pul bo'ladi? 40 sm ga balandligi 60 sm, 1 metr. 90 ming so'm, 80 ming so'm bo'ladi. 80 ming so'm bo'ladi. A'lo darajada. 80 ming so'm. Mikserimiz sig'maydigan xonalarga ruchnoy ham qilib bera olamiz, xudo xolasa. Ya'ni qo'ng'iroq qilgan inson ana umidsiz bo'lib xullas, hammasi ishini bitirib beraverasiz. Chizamiz, xudo xolasa. Eski qishim borsa ham urib beraverasiz ekan. Inshaalloh urib beramiz. A'lo darajada. Do'stlar, qadrdonlar, mana haqiqiy sifatli tajribaga ega bo'lgan universal ustalar topib qo'ydik. Ustalarimiz Andijondan splashkalar qilamiz, katta katta zavodlarga ham qilamiz. vertolyotim ham bor dedingiz. Bu hamma yo'q. Yana nima bor? Bor aka. Rim kolonna. Ishda nima soha, nima instrument keraksa hammasi o'zimizda bor aka. Bundan tashqari demak, men bitta narsani tushundim. Sizga faqat aholidan emas, katta domlar, quruvchi akalarimiz ham aloqaga chiqsa bo'laverar ekanda. Ya'ni hozirgi kunda domni qurilishi mana oyga deydi, lekin o'sha oyga uspet qilmaydi. Sababi ustalar yetishmaydi. Ustalar yetishsa, instrument yetishmaydi. Misolda ustalarimiz bir dunyo ustalar topib oladi, apalavka yo'q. Apalavkani arendaga oladi. Apalavkalar misol 10 xil apalavka, 10 dona apalavka arendaga olsa, 10 xil apalavkada u. Liniyasi aqa qarayotib, baqa qarayotib. Sizga bitta qo'ng'iroq qilsa, bitta qo'ng'iroq qilsa, hamma instrumentimiz o'zimizdan keladi. Shag'al sementini ham o'zimiz kelishtirgan holatda unisini ham kelishib qilib bera olamiz, xudo xolasa. Bitta narsani tushundim, qarang. Abetga yoki boshqa usta qaraganda vaqti bo'lmay qoladi, bosh qoladi. Unaqalarni ham o'zimiz abetlarni ham kelishtirgan holatda. Yashang. A'lo darajada. Bizga proyektini bersa, biz aytgan joyga qilib chiqarib, mana tosh bosib bunaqa qilmaymiz. Tosh bosmasdan ham aytganda chiroyli qilib qo'yamiz. Qarang, Sardor aka, yana hozirgi kunda toshkentlar juda ham urf bo'lib ketyapti. Bitta narsani ayting. Mana bu proyektda deylik, misol, menga ovqat oziq dema, armatura dema deyish mumkin, endi uy egasi. Bitishini aytgan bo'ldi desa, hamma bitishini shuni gaplashaveradi. Oxirida ishni qabul qilsa bo'ldi. Bunga ham bo'laveradi, o'ynaverasiz. A'lolar. Do'stlar, qadrlar, sizlar uchun foydali, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Mana bu yog'i 3 kunda kuyilgan, bu yog'i xudo xolasa 2-kun ertaga tepasi kuysa tugaydi. Bu ham 3 kunda tayyorlangan. A'lo darajada. Alloh rozi bo'lsin. Uyda egalari ham xursandmi? Albatta xursand uyda egalari. Aka, o'ta tez bo'lgani uchun ham xursand. Tez bo'lgani uchun xursand. Zo'r. Hozir usta baqish ham o'zi oson emas. Albatta. Misol 15 kun, 20 kun usta baqmasdan 5 kun baqsa o'sha keyin yarimi foydaga qoladi, misol. To'g'risi ham, misol ustaga ham baribir ovqat hozir baquvvat qilish kerak, sababi mehnat qilyapti, ter to'kyapti. Shuning uchun shu narsalarni bir inobatga olsa,
Bizni bugungi manzilimiz Andijonda Asakasidan bo'ladi. Ustakalarimiz xudo xolasa ko'ndirib qo'ydik. Bo'ylab xudo xolasa. O'zbekiston bo'yladi aka, ha? Obunachilarimiz uchun. Albatta. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishaveradi. Xohlasalar xomg'och, xohlasalar pishgan g'isht. Bemalol. Bundan tashqari suvoq deysizlarmi? Bundan tashqari shifr qoqish xizmati. Bunda hammasini, sismopoyez, regel, kolonna farqi yo'q aka. Ash yo'ldan chiqqan ishni qilib beraverasiz. Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Kelishilgan holatda xursand qilib chiroyli qilib beramiz. Zo'r. Anchunchasi xudosi ishlardan tekis chiroyli bo'ladi aka inshaalloh. Yasha. Do'stlar, qadrlar, bu videoga faqat bittadan like bosish qoldi xolos. Hamma narsani nima deydi, ko'ndirib qo'ydik. Imkon qadar ustalarimizni pishirib berdik. Mana narx-navolar bo'yicha 600 so'mdan 800 so'mgacha g'ishtlar. Suvog'imiz 30 ming so'mdan boshlanadi. Fundamentlarimiz 1 metr shu 60 ming so'm, 70 ming so'm atrofida ekan. Ya'ni balandligi 50 bo'lsa, yana 40 bo'ladigan bo'lsa, yana balandligiga qarab ketaveradi. Keyin bitta narsaga e'tibor beringlar. Kerak bo'lsa 2 metr, 2,5 metr kuyadigan fundamentlarimiz bor. Uni oddiy usta akalarimiz narxini qo'shib kuyishadi. Sababi tepaga kuyish qimmat bo'ladi. Yo'q, sizda narxi bir xil. Sababi mana shu kelishuvda bo'ladi. Mana shu uskunangiz mikserlangiz kuyib beraveradi. Kuyib beradi, albatta. Xudo xolasa mikserlar ham yangi, apalavkalar ham yangi. A'lo daraja. Do'stlar, faqat va faqat bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar ham bo'ldi. Bu video imkon qadar 2026-yilda qurilish qilaman degan aka-uka, opa-singillarimiz yuborib qo'yinglar. Haqiqiy sifatli ustalarni men topib qo'yganman. Bittadan obuna bo'lib qo'ysalar ham bo'ldi. Qadrlilar, bu videoni Telegram tarmoqlariga, Instagram tarmoqlariga yuboringlar. Halol mehnat qilib uy-joy qilaman degan aka-ukalarimiz like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Iloyim, like bosgan qo'llaring nima deymiz? Ularning like bosgan qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin. Like bosgan insonlar oilaviy umra haj safarlariga borish nasib qilsin. Tan joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Ustolarimiz mehnat uchun like tayamanglar.